Barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Pedro Mine kanali. Bugun men juda ham uzoq vaqt kutgan narsam bo'laman. Ya'ni bir millioner Jitildan o'zimning uyimni, yangi uyimni sotib olaman. Hozir uni ko'rishni juda ham istayapman. Qani, unda biz gapni cho'zib o'tirmasdan boshladik. Xo'p. Wow, do'stlar. Buning hattoki vertolyot ham bo'lgan hozir. Hammasini bir boshdan ko'ramiz. Jitil mana Jitil shu yerda ekan. Xo'sh, Jitil, men bu uyni olishga keldim. Ha, Pedro Mine. Sen bu uyni olishga keldingmi? Men seni ancha vaqt kutdim. Xo'p, kelgan bo'lsang menga pullaringni ber. Xo'p, senga qancha pul berishga? Menga bir stak izumrud va bir stak olmos berish kerak. Xo'p, bular qismda bor edi, mana. Xo'p, mana hammasini o'zing ol. Xo'p, tashla. Mana. Xo'p, birinchi bo'lib ham yomg'ir ham yo'g'di. Xo'p, birinchi bo'lib mashinalardan ko'ramiz. Xo'p, bu Jitilning o'zining sport karlari ham bor ekan. Wow. Bu mashina men keyinroq haydab ko'raman. Juda ham chiroyli ekan. Xo'p, bu yerda basseyn ham bor ekan. Xo'p. Bir kalla tashlaymi? Yomg'ir ham yog'yapti. Atrof juda ham chiroyli ekan. Xo'p, bir kalla tashlab chiqaylikchi. Xo'p. Oy, juda ham sovuq ekan. Xo'p, chaqmoq ham chaqyapti. Xo'p, endi uyga kiramiz. Juda ham sovuq qotib ketdim. Wow. Uyning ichi ham juda ham chiroyli ekan. Xo'p, bu yer nima? Xo'p. Bu yer menimcha tualet, bu yer esa dush bo'lsa kerak. Xo'p, bir cho'milib olaylikchi. Xo'p. Suv ham iliqqina ekan, do'stlar. Chiqamiz. Xo'p. Sochiq ham bor ekan. Artinib olamiz. Bo'ldi. Xo'p. Menimcha bu yerga mehmonlar kelsa kerak. Bu yerda nima? Do'stlar, bu yerda televizor ham bor ekan. Xo'p, boshqa kanallarga o'tkazaylikchi. Xo'p. Mana va yes, bizning komanda yutdi. Xo'p. Bu yerda nima ekan? Zinaning tagidagi. Xo'p. Bu yerda qanaqangidir turlar, o'rimchiliklar ham bor bo'lsa kerak. Lekin men bu yerga kiraymi, kirmaymi? Xo'p. Mayli, bu yerda bochka bor. Buni ichida nima bor ekan? Bir ko'raylikchi. Xo'p, buning ichida esa hech yo'q. Xo'p, mayli. Eshikni yopib ketamiz. Pavuklar chiqmasin. Xo'p. Ikkinchi etaj. Xo'p, bu Jitil aniq boy Jitil desak adashmagan bo'lamiz. Xo'p. Yana 3-levelli beaconda kuchaytirilgan. Xo'p. Bu yerda nima? Do'stlar, bu yerda terlik kiyimdan tortib to nezirit kiyimlargacha bor ekan. Xo'p. Bu Jitil boyligiga ishona boshlayapman. Haqiqiy millioner. Xo'p. Beacon bu yerda esa nima? Do'stlar, bu yerda yotoqqa o'xshaydi. Xo'p. Uxlab turamiz. Xo'p. Uxlab ham turdik. Bu yerda nimalar bor? Bu yerda hech yo'q ekan. Keyinlar endi do'stlar balkonga chiqamiz. Xo'p, balkonda nimalar bor? Do'stlar, bu yerda yotadigan joy bor. Как раз tomog'im suvsagan edi. Xo'p, buni esa joyga qaytarib qo'yamiz. Xo'p. Bu yerda adashmasam u do'stlar bilan dam olib bo'lsa kerak. Manzarani qarang, do'stlar. Wow. Hayvonlar ham pastda yurishibdi. Xo'p. Do'stlar, bu yerda vertolyot ham bor. Bu nima bo'ldi? Bu haligi pastdan chiqib o'tirgan beacon bo'lsa kerak. Xo'p. Bu yerda vertolyot ham so'nggi rusumdagilardan ekan. Xo'p.
o'chirib bo'lmas ekan, lekin bu yerda chiroq. Mayli, o'chirib qo'yamiz. Bu yerda paraglari ham bor ekan, do'stlar. Endi nima qilsak? Keyinlab biroz basseynda cho'milib chiqamiz. Xo'p, parkurlarni ishga solamiz. Menimcha tepadan kalla tashlasam ancha yaxshiroq bo'lardi. Xo'p, tepaga chiqamiz. Hoppa, do'stlar, men mazza qilyapman. Xo'p, aytgancha do'stlar, kanalga obuna bo'lib, kanalga like bosish, chalkashib ketdim. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Men mana shu suvga sakragancha siz hammasiga ulgurasiz. Qani, men 3 ga sakrayman va ularni bosishga ulgurgan. Aytgancha kommentariyada ham fikringiz qo'ying. 3, 2, 1. Men o'ylaymanki do'stlar, siz hammasiga ulgurdingiz. Xo'p. Endi men bu yerdan chiqib olaman va Jitilga o'zimning gaplarim ham bor. Xo'p. Jitil, menga bu yo'qdi. Men bu uyni olaman. Xo'p, men senga bu yoqqandan juda ham xursandman. Agar olayotgan bo'lsang, o'zingning bilganingni qil. Xo'p, yaxshi Jitil. Sen xayr, bor, yo'qol.